好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第3单元的语法部分。Bugün öğreneceğimiz 3. kısımdaki grammatik. Ama bu kısımdaki gramatiklerde kandak noktalarını öğreneceğiz. 我们来看一下，把书呢翻到第3单元的语法部分，语法一点通。Bugün qancha grammatik öğreneceğimiz 2. Birisi ba. Yani birisi nima? 双宾语句。好, bu ba degan bu so'zni qanday ishlatamiz? Doim jumlaningki eng keyinda ko'ramiz. Boshqa yerda ko'rmaymiz. Jumlaning eng keyinida ba degan bu xatni ko'rib qolamiz. Bu ba degan xat jumlaningki eng keyiniga kelgan vaqtida ikki xil ma'noni bildiradi. Ikki xil. Birinchisi ma'lum bir narsani xuddi shu ma'lum bir narsaga qarata biz %100 jazm qilinmagan vaqtimizda mushundaq miki yoki mushundaq dur deb turib miki qilib gap qilgan vaqtimizda keyiniga ba qatamiz. Masalan, siz shavvangu nima bu yerda mushu siz shavvangu deb lekin shumi emasmi yo %100 jazmlashtiramagan vaqtimda keyiniga bir masalan ni shi shavang desam siz shavang bu ini xo'p ketdi. Nima keyiniga bir bani qaytavarsam ni shi shavang ba desam siz shavvangu deyman. Nima bu nima ashu iliqi tazi jazmlashtiranmaganligimni lekin shundamiki deb turib o'ylaganligimni bildirdi. Masalan, ati shanbugu deyman desam ming tian xing chi liu ba. Ashu bani qaytavarsaklam u deyman desak bo'ladi, ha. Ming tian xing chi liu ba. U uyda yo'q deyman desam他不在家吧，我ketdi deyman. 他回去了吧. Hozir ishdan chiqib bo'lgandi deyman. 已经下班了吧. Masalan, men hozir bankaga berib kelay. 我现在去一趟银行. Nima do'stim qo'pab banka hozir ishdan chiqib ketdi deyman desak, 银行下班了吧. Ne demak, bu yerda biz o'z ko'zimiz bilan ularning ishdan tushganini ko'rmadik. Lekin vaqti, ashularning ishdan tushadigan vaqtiga qanday deymiz? Sal yaqin kelib qoldi. Ne vomju xusho 下班了吧. Ulguramaymiz deyman desam, "Lay bu jila ba." Lekin rost ulguralamdik yo ulguramamdik. Buni biz texi rasmiy amaliyotdan o'tkazmadik. %100 jazmlashtirolmaymiz. Shuning uchun "g'u deyman" degan vaqtingizda keyiniga bir ba degan bir so'zni qaytib etishni unutib qolmang. Bu kitob singlimning "g'u deyman" nima shundaqmiki deb o'ylayapman u vaqtida. 这本书是我妹妹的吧? 这本书是我妹妹的吧? Tushundingmi? 这本书是我妹妹的吧? desak bo'ladi. Unda bo'lsa kitobdagi masalaga qarab baqsak, 20号是星期六吧? 20 числа shanba deyman. 20号是星期六吧? Na ikkinchisi, 你是学生吧? Siz o'quvchi deyman. Siz o'quvchi deyman. Nima ni shi 学生吧? Nima biz yana birisini ko'rib, "Voy, siz Wang Ma'lum deyman" deb lekin jazmlashtiramagan bo'lsak, yana o'xshash qanday deymiz? Keyingi ba qaytavasingizdan bo'ldi. "Ni shi Wang 老师吧?" desak bo'ladi, ha. 好，这个是ba ning birinchi xil ishlatilishi. Ikkinchisi nima desak, 它表示商量和建议的语气. Qarshi taraf bilan mushu muzokaralashgan yoki bo'lmasa maslahatlashgan mushundaq bir talaffuzni ifodalab beralaydi. Najushi shu bir odamga siz ma'lum bir taklif fikrni yoki bo'lmasa bir mundaq maslahat qilmoqchi bo'lsangiz, mundaq qilsangiz bo'ladi ekan, undaq qilsangiz bo'ladi ekan deb turib maslahat bergan vaqtimizda keyiniga mushu ba degan bir xatni qasaq bo'ladi. Birga ketaylik. Agarda masalan mundaqa
我们一起回家。我们一起回家. Biz birga ketamiz. 我们一起回家. Bunun keyiniga men ba degan xatni qatmadim-ku. Bu jumla qanday bo'lib chiqadi desak, bu buyruq. Men bilan birga uyga qaytasiz degan ma'noni chiqardi. 我们一起回家. 那么我们一起回家吧. 我们一起回家吧deb keyiniga bir bani qaytavatdim. Bu nimani bildirdi? Qarish tarafga mushundaq bir taklif fikrni qo'yganimni. Biz birga uyga ketaylik deb turib, bu jumla isha azıcık qanday xo'p ketdi deymiz, siliq sipoya bo'lib maqdi. Bir odamga kelib, "我们一起回家" desam, to'ng anglandi. Yana birsiga "Salliliqi menga buyruq qilyapsiz" degandek ma'no chiqdi. "我们一起回家吧" desak, qarish tarafga bir taklifni bergandek bo'lib maqamiz. Masalan, 今天晚上一起看电影吧. Kechda birga kino ko'raylik. Nima bu bir taklif bo'lib maqdi. 晚上一起看电影. Kechda birga kino ko'ramiz. Bu nima? Buyruq. Tushundikmi savatdoshlar? Bağ degan bu xat nimani qarish tarafga bir taklif fikrni berganligimizni bildiradi. Lekin bağ degan bu xatni ommaga vaqtimizda bu jumlaning o'zi bir buyruq bo'lib qoladi. Masalan, "Menga telefon qilib, 给我打电话." 那bu buyruq. "给我打电话吧." Menga telefon qiling, bu bir taklif. Ha, masalan, jumladagi, ama tekstdagi jumlaga qarab baqsak, 你来参加我的生日聚会吧. Meningki, mushu tug'ilgan kun o'tirishimga qatnashing. Bu bir taklif fikr. 你来参加我的生日聚会吧. Bani ilaversak jumlaning ma'nosi o'zgarmaydi, lekin talaffuz jihatdan o'zgaradi. Bu bir buyruq bo'lib, sen mening mushu tug'ilgan kun murosimimga kelib qatnash degan ma'noda bo'lib chiqadi. Ha, anandikin keyindikisi, 我们去吃火锅吧. 我们去吃火锅吧. Na biz birga nima yeb kelaylik, samovar sho'rpisi yeb kelaylik desak, nima 我们去吃火锅吧. Nima bu bani ilvasak 我们去吃火锅 desam, ne jo'shu mushu ishni qilamiz deb jazmlashtirib aytgan bo'lamiz. Bu bir buyruq bo'lib qoladi. Shuning uchun ba degan bu so'zning ikki xil ishlatilishi va birsi "g'u deyman" deb turib bir ishni jazmlashtirmagan vaqtimizda keyiniga bani qatsak bo'ladi. Yana birsiga mushu qarish tarafga taklif fikr manda qilamdiq, anda qilamdiq degan vaqtimizda mushu ba degan xatni ishlasak bo'ladi. Esimizda bo'lsin, mayli qanday mushu birinchi xil ma'nodikisini ishlasak yoki ikkinchi xil ma'nodikisini ishlasak, har ikkilasininki ba degan bu so'zning o'rni jumlaning eng oxirida. Ha, jumlaningki o'rni eng oxirida. Unda bo'lsa, mushu tekstdagi qancha tal, 4 tal jumlani yana bir o'tkazib olsak, 20号是星期六吧? 20号是星期六吧? 你是学生吧? 你是学生吧? 你来参加我的生日聚会吧? 你来参加我的生日聚会吧? 我们去吃火锅吧? 我们去吃火锅吧? 好，那么第二个双宾语句，双宾语句，双宾语句deganimiz nima desak, qo'sh, 双 degan qo'sh. Bin deganimiz to'ldirg'ichi. Nima? Qo'sh to'ldirg'ichilik jumla 就是双宾语. 那意思就是说 bir jumlaning ichidan to'ldirg'ichidan ikkisi chiqadi degan gap. Bir jumlaning ichida to'ldirg'ichidan ikkisi chiqadi degan gap. Ha, qarab baqsak, 汉语中有些动词 Hanzu tilida ba'zan fe'llar, najos harakatni bildiradigan so'zlikni fe'l deymiz. Ba'zan fe'llar, masalan, gey degan xatda, gey degan berish degan xat, chao o'gitish, so'ng sovg'a qilish, 告诉 deb berish, 通知 uqtirish qatorliq bu so'zlarga ikki to'ldirg'ichi ekagili bo'ladi. Ikki to'ldirg'ichi ekagili bo'ldi. 前一个一般是指人的间接宾语. Nima oldidagisi bo'lsa, odamni ko'rsatib beradigan nima vositalik to'ldirg'ichi. Nima keyingisi bo'lsa, narsani ko'rsatib beradigan bevosita bo'lgan
to'ldirg'ichi. Nima? 这个地方明白了没有? Bu nima degan gap desak, buni odatdagi bir gapga aylantirib desak, kegashlab ketdim. Buni odatdagi bir gapga aylantirib desak, bu gapning ma'nosi menga bizga 5 xatni misol beribdi-ku. 给交送告诉通知 bu 5 xatni beribdi. Nima bunda ishki to'ldirg'ichi chiqara oladigan so'zliklar jiq emas. Nima mushu 5 ni misolga olsak, mushu 5 so'z keyniga ishki to'ldirg'ichi chiqara oladi. Ya'ni ishki ism chiqara oladi degan gap. Ishki to'ldirg'ichi chiqara oladi. Qarab baqsak, masalan mushu jumlaga orqali qaraylik, ha. 我送 qaysi xat chiqdi? 送 degan ma xat chiqdi. 送 我送你 men sizga sovg'a qilay. Ni birinchi to'ldirg'ichi odamni bildirdi. Andan keyin nimani? 一个大蛋糕 bir cho'ng tort. Nima bu yerdagi bu qo'sh to'ldirg'ichini-chu mandaqtab tushensanglar bo'ldi saboqdoshlar. Mushunda qo'sh to'ldirg'ichi akilalaydigan so'zning keyniga kimga nima deb chiqsaq bo'ladi. 那就是说送交告诉 andan keyin 给通知 degan mushu 5 xatning keyniga qo'shimiz shay kimi odamdan birisi. Mana shay degan so'z birinchi to'ldirg'ichi, a. Uning keyniga qo'shimiz shamma nima. Na shu vaqtida birinchisiga so'ng debdi-ku, sovg'a qilish. Shay ni sizga shamma 一个大蛋糕 送谁什么 送你一个大蛋糕 kimga nima sovg'a qilamiz? Sizga bir cho'ng tort sovg'a qilamiz. Ikkinchisi qarasak, 给 degan xatni ishlatibdi-ku. Baba 给 kimi keyniga kim keladi? Kimi? 谁 我 men 给我 shama menga nimani berdi? 10块钱 10 qo'y pul. 好，爸爸给我10块钱。给 mushu so'z shu, shunaqa xabar olib chiqqan so'z. Bu geyning keyniga ikki tal to'ldirg'ichi. 给谁 我 men birinchi to'ldirg'ichi. 什么 nima 10块钱 ikkinchi, ya'ni bevosita to'ldirg'ichi. Kimi nima 谁什么 谁什么 mushu 双宾语bo'lib ma'noda. Uchinchisiga qarasak, 老师教我们汉语. Buning ichidagi 教 degan so'z mushu 双宾语 chiqaradigan so'z. Shunaqa kimi 我们教 keyniga kimi keladi? 谁 我们 nima 汉语 hanzu tili. Muallim bizga hanzu tili o'rgatadi. 老师教我们汉语. 好， Andan Adili 告诉我时间 Adil menga vaqtni deb berdi. Bu yerda qaysini 告诉 deganni ishlatibdi-ku. Andan keyin shu vaqtida 告诉 deb berish. Kimi? 谁 我 menga deb beribdi. 告诉我 nimani? 时间 vaqtni. 告诉我时间 告诉我时间 这就是双宾语句。那就是说 mushu keyniga qo'sh to'ldirg'ichi akilalaydigan mushu so'zlarning keyniga qo'sh to'ldirg'ichi akilamiz. Bu qo'sh to'ldirg'ichi qanday chiqadi desak, birinchi to'ldirg'ichi o'sha kimi, ikkinchi to'ldirg'ichi o'sha nima, 谁什么 谁什么 那就是mana qilib chiqadi. 给谁什么 kimga nimani berdi desak, 给谁什么 送谁什么 教谁什么 告诉谁什么 通知谁什么 bo'lib ma'noda. Tushundikmi saboqdoshlar? 这是第二个语法点。这是第二个语法点。Ya'ni mushu 5 xatni ishlatgan vaqtimizda bayonqidek ishlatsiz degan gap. 给 deb bilan bevosita chiqsa bo'lmaydi. Kimga nimani berdi deyishimiz kerak. 给谁什么东西 教谁什么 Yana-chu, masalan, Shakila muallim bizga hanzu tili o'rgatadi desak, Shakila 老师教 kimni? 我们 bizga. Nima qiladi? 汉语 Shakila 老师教我们汉语 deb chiqish kerak. 这个是双宾语句，双宾语句，全懂吗？
Ha, undaq bolsa, mushu misaldagi 4 tal cümleni bir 2 qitimdan o'qib olsak. 我送你一个大蛋糕。我送你一个大蛋糕。爸爸给我10块钱。爸爸给我10块钱。老师教我们汉语。老师教我们汉语。阿迪丽告诉我时间。阿迪丽告诉我时间。好，这是我们的第2个语法点。Bu bizningki ikkinchi mushu grammatik nuqtamiz. Unda bo'lsa bugungi mushu grammatikimiz mishagacha so'zlab bo'ldik. Endi bizningki nimamizni ko'rib boqaylik. 文化小贴士。文化小贴士. Ya'ni nima? Madaniyat askartisi deganga qarab boqaylik. 中国人送礼禁忌deydi. 那就是mushu Jungoliqlarningki bir odamga sovg'a bergan vaqtimizda mushu nim qilganimiz farz. 那就是 mandaq narsalarni qilsak bo'lmaydi degani ma'noda. Ba'zi nimishqa buni bilishimiz kerak desak, har davlatningki, har mushu o'xshamaydigan millatlarningki o'ziga tushliq bir nimasi bo'ldi deymiz, ega feng shui shigwansi bo'ladi. O'zininki bir urf-odatlar bo'ldi. Nima? Bu urf-odatlarga qanday qilishimiz kerak? Hurmatlashimiz kerak. Nima undaq bo'lsa, sovg'a bergan vaqtimizda, balkim siz o'yingizni mushu sovg'a bak yaxshi sovg'a deb, meningcha mushuni bersam shunday yaxshi bo'ladi deb o'ylaysiz, lekin qarish tarafningki masalan mush achchig'ini keltirib qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasa qarish tarafni o'zingiz bilmagan bir holatda haqoratlab qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Nima uchun desak, hozir qaraylik. Avval debdi, 古语有云，那就是不容qilamandaq degan ekan. 礼尚往来. Bu nim degan gap desak, bar tavuqim, kel tavuqim. 那意思就是说, men tavuqqa bir narsani silib sizga opadim, sizmi tavuqimga bir narsa silib men qaytirib berasiz. Yana degan gap o'sha, men sizga qilay, sizmi menga qaytiring. Boshqalarnikini yeyaversak bo'lmaydi. Berganning mushu ammiqi bor. Shunami? Ha, unda bo'lsa, bir odam sizga mushu sovg'a qilgan bo'lsa, sizmi shu sovg'ani qaytirishni unutib qolmang. Lekin 送礼也有讲究，还有一些忌讳，一起去看看吧。debdi. 那就是mushu sovg'a qilgandimi, buningki bir ahamiyat beradigan yerlari bor. Yana farz tutadigan yerlarim bor. Amsa birlikda qarab boqaylik. Bu yerda biz bir nechasini misolga oldik. Berishu birinchisi zhongbiao. Bu nima desak, osma soat. 那就是我们的uyning ichiga esib qo'ydigan soat sovg'a qilsak qat'iy bo'lmaydi. Nima uchun desak, chung bilan chung bayada ikki xat ko'rdikmi? Oldiga bir mundaq chingzipang yozilgan chung bor. Keyinida yana bir tal ilgacha sipangga dongtiandagi dong bilan yozilgan bir chung bor. Bu ikkisi nima desak-chi, bu ikkisi ahangdash. Najus o'qilishi o'xshib ketadi. Shuning bilan bu biao degan xat bilan oldidagi mashqi biao, yana bir tal oldig'imda qizib olib paydo bo'lib qolgan biao turdi-ku. Mashqsi ahangdash. Bu ikkisiniki o'qilishi hatto o'xshash. Nima? Birinchi chung mana chingzipang bilan yozilgan chung, u nimani ko'rsatib berdi desak-chi, u ashu ilaqi soatni ko'rsatdi. Nima? U keyin ahangdash bo'lgan chung nimani oxirlashganligini ko'rsatib berdi. Tugashdi deganni bildirdi. Nima biao deganimiz bu soat shunaqa odatda. Nima keyinidagi oldiga mizupang qo'shilib qolgan bu biao nimani bildirdi desak, bu amdi o'sha bundaq ayollarni haqoratlaydigan bir eski so'z yaxshi emas buning ma'nosi. Shu ikkisiniki lekin o'qilishi o'xshash. Nima bo'libmi? So'ng-jong, so'ng degan sovg'a qilish shunaqo, jong degan soat. So'ng-jong bilan mana texmi shu cho'nglarni, yashanganlarni nimani askisab qo'ydi desak, shu so'ng-jong
ikkilisini o'qilishi o'xshashku so'ngrong deganni esiga solib qo'ydi. Bu so'ngrong nima desakchi, shu oxiratlikni uzutish degan gap. Na oxiratlikni uzutish bir cho'nglarga, masalan, bir soatdan birini so'g'i qilib, o so'ngniga cho'ng desak, na bu qarshi tarafni qanday o'yga soladi? Oxiratligingiz. Na nima? Chaqaraq kessingiz o'pdikan. Na bu ketish degan gap nega ketish? Shu chaqaraq, shu o'lsgan deganga o'xshashlan bir ma'noni bildirdi. Shuning uchun qandaq asıdığan saat soğuq qısaq bo'lmaydi. Tushundikmi saboqdoshlar? Bu odamningki ko'ngliga keladigan bir ishi. Ikkinchisi san. Nima? Kunlik. Bu kunlik so'uq qisam bo'lmamda bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki san, mushu san degan bilan ahangdash. San degan nima? Ayrılıb ketish. Biz jam bo'lishni yaxshi ko'ramdik, ayrilishni yaxshi ko'ramdik. Albatta jam bo'lishni yaxshi ko'rmizda. Unda bo'lsa ayrilib ketding deb turib boshqalarga seni so'qib bersangiz qandoq bo'ladi? Bo'lmaydi degan gap. Shuning uchun bir odamga kunlik so'g'i qilish u noyta oldi qattiq bir narsa deb o'ylaymiz. Bu ashu vayron bo'lib ketsin, ayrilib ketsin, chichilib ketsin degan ma'noni bildirdi. Shuning uchun soat so'qimaymiz, tamg'asidigan, ha? Yana birsiga nima? Kunlik so'g'i qilmaysiz. Uyg'urchada kunlik deb hech qanday gap emas-ku deganingiz bilan hanzu tilda bo'lmaydi. Uchinchisi, ma'ozi, shapka. Bu shapkami so'g'i qilsam bo'lmamda amdi? 5 tonlab ketdi deb bir tal shapka bersam nima bo'pti? Bo'lmaydi shu. Nemishqa desak, bu qilada mundaq bir gap ekan, cho'ma'ozi deb. Bu cho'ma'ozi degan nima desak, g'amqalpaq. Bu g'amqalpaq boshqalarga doppa so'g'i qilish, shu g'amda qolsin degan ma'noni bildirdi. Nima? Uning ustiga lavran tushishi shozi yo tovda shomo. Mushu uyda cho'nglar tugab ketgan vaqtida nima vafodar o'g'il, vafodar bolalar beshig'ini ashu vafodar doppa shapkidan birini taqaydi. Shuning uchun boshqalarga mushu shapki so'qigan vaqtimizda, doppa so'qigan vaqtimizda bu bir ashu oldi qattiq demdik. Bir xililiqi uyda o'lan bo'lgandeklam ashundaq bir ma'noda chiqadi. Shuning uchun bir odamga biz shapki doppa qatorliq narsalarni so'g'i qilmaymiz. Hamda esimizda qattiq bo'lsinki, hargiz yeshil ranglik doppa so'g'i qilib qolsak bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Nemishqa desak, bu mushu so'g'i berishdiki tachi, shu noyti qat'iy bo'lmaydigan bir narsa. Chunki bu beshig'i yeshil qalpoq kiydi degan gap nimani bildirdi desak, o'zininki mushu ayolining pokligini saqlayolmaganligini bildirdi. Nayisi shu boshqalarga yeshil qalpoq so'g'i qilganingiz qarshi tarafga bo'lgan eng cho'ng haqorat to'lab mangadi. Tushundik? Shuning uchun hozir qandaq tamga asadigan soat so'qsa bo'lmaydi, kunlik so'qsa bo'lmaydi. Endi doppa bo'libmi yeshil doppa so'g'i qilsak bo'lmaydi. Shapkami bo'lmaydi. Ish qilib boshqa taqaydigan, ha? Andin juyxor guli. Bu juyxor guli degan gulg'u u. Gulni so'g'i qilsam bo'lmamdi. Gulni so'g'i qilsangiz bo'ladi. Lekin har gulninki ma'nosi o'xshamaydi. Masalan, attir gulni biz muhabbatning simvoli deymiz. Nima? Bayxi, samsaq gulma, piyoz gulma. Al nimaninki simvoli deymiz? Poklikning simvoli deymiz. 它代表的是纯洁。那康乃馨 desak 它代表的是一种这个健康。Ota-onamizga belki vaqtimizda bir xil sog'lom bo'lsin deganni bildirdi. Lekin juyxor guli bo'lmaydi. Chunki juyxor gulini biz tugab ketgan kishilarga so'g'i qilamiz. Kimga? Hayot tug'an odamga juyxor guli bermaymiz. Tugab ketgan odamlarga juyxor guli beradi. Shuning uchun
hayat odamga juhor gulini sovg'a qilib bersangiz bo'lmaydi. Endi eng oxirgisiga qarab baqsak, onundan başqa debdi. S tingchilar yu, s sheyin 4 degan bu son. Nima bilan ahangdash desakchu, ulush s degan buning bilan ahangdash. Shuning uchun shu nomerlarga kelgan chaqda shu 4 degan nomerni faqat yoqtirmaymiz. Shu so'g'bayga vaqtimizda buning ichida 4 degan narsa bo'lmasin. Masalan, bunda soni 4 tal bo'lmasin degandek. Onundan başqa 传统习俗中shu an'anaviy urf-odatlarimizda xo'shallik ishlarda biz ko'pincha qizil rangni ishlatamiz. Nima? Shu oq rang, qora ranglarni o'lamda ishlatamiz. Shuning uchun shu bir odamga so'g'i vaqtimizda ko'pincha shu qora rang, oq ranglarni mushundaq narsalarni ancha so'g'i qilib ketmaymiz. Mushulardan jiraqroq turib, boshqa bir ranglarni tanlab turib so'g'i qilamiz. Unda bo'lsa, savoqdoshlar, bugun hisobda bir yangi narsalarni o'rganib oldikmi? Unda bo'lsa, bugungi darsimiz meshagicha bo'lsin. Topshiriqimiz shu nimaga qarta, grammatikaga qarta har birisiga bir 2 dan jumla tuzib olsak, anandan keyin shu Junggoren Songli Jingji bugun o'rgangan shu madaniyatimizni yana bir o'zimiz o'qib, bir tushunib olgan bo'lsak degan umiddaman. Unda bo'lsa, 亲爱的同学们，今天的课我们就先上到这里，我们下一期再见。